أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa Nizamuddin Ebu Ali Şashi rahimahullah yazgan 50 deb ismi ba Usul-i Şashi degan isim bilan mashhur bo'lgan bu kitobning majaz va haqiqat bobining 3-darsini turatimiz. Biz majaz haqiqat bobida 2 dars bo'ldik. Ma 3-dars. Endi bu şu majaz haqiqat bobini ichidagi en inchga mabhasi. Bugungi darsimiz majaz haqiqat bobini ichidagi en inchga mabhas. Shuning uchun bu bek zarur. Endi bu darsni tushunish uchun biz biroz muqaddima so'zlashga to'g'ri keladi. Bugungi darsimiz istiara haqida bo'ladi. Istiara haqida. Endi oldi bilan birinchi mazmun, bilib olish bo'lgan birinchi mazmun istiara degan istiloh haqida to'xtalamiz. Endi men o'tgangi darsimizda bir ismil manqul deb bir narsa so'zlagan edim. Ismil manqul. Bu manqul degan nima deganni hammani tushuntirgan edim. Ismil manqul degan asosan istilohdagi ismlar. Bir ism lug'atda bir narsaga dalolat qiladi. Keyin ma'lum bir soha, ma'lum bir fanning olimlari shu ismni shu ma'lum bir fandagi bir alohida bir tarmoqqa, alohida bir bo'limga nima atalg'i qilib ishlatadi. Mujinna vatırda manqul. Endi o'xshash bir ismni ba'zida ikki xil sohadagi odamlar nimaga qarshi o'xshash bir ismni ba'zida ikki xil fandagi olimlar ikki narsaga ishlatadigan shu. Ya'ni azroq bir aloqasi bo'lsa, masalan, xuddi bu shu gapning qatoridan mana istiara degan so'z. Istiara degan so'zni balogatshunos olimlar stilistikacha deymiz, ham stilistika deb qo'yamiz. Hozirgi zamon tili bo'yicha. Balogatshunos olimlar boshqa bir narsaga ishlatgan bo'lsa, bu istiarani usulshunoslar boshqa bir narsaga ishlatgan. Endi o'zi boshqa bir narsa emas. Aloqasi bor. Lekin uning ikkisi orasida al-umum va xusus mutlaq bor. Ya'ni balog'atshunoslarniki istiarasi nima? Tor, xos. Lekin usulshunoslarning istiarasi nima? Am. Shunday darajada. Endi biz buni bilish uchun bilishimiz kerak. Buni bilgandan keyin ham bugungi darsimizni tushunaraymiz. Balog'atshunoslarniki oldi bilan biz tar doiradan boshlaylik. Balog'atshunoslarniki nazaridagi, istilohidagi istiara qanday narsa desa, balog'atshunoslar deydiki, istiara degan majazniki majaz lug'aviyning aloqasi o'xshash bo'lgan majaz istiara deb ataladi. Agar o'xshash bo'lmagani majaz mursal deb ataladi deb shunda ayirgan. Lekin faqih usulshunoslar shu desa, istiara bilan majaz mutaradif, o'xshash. Istiara degan majaz degan bo'ldi, majaz degan istiara degan bo'ldi. Ma'bir. Men oldingi darsda tafsiliy to'g'ri so'zlagan edim. Yana bir so'zlab beraman. Endi umumiy jihatdan aytganda, demak istiara deganimiz majaz deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni balog'atshunoslarning nazaridagi majazning o'zi hozir istiaraning o'zi shu. Lekin o'xshamaydigan injiga bir tarafi bor. Buni sal turmak keyingi mavzuni so'zlayman. Endi majaz degan haqiqatning g'ayri. Haqiqat degan nima? Ya'ni so'zning aslida qo'yilgan ma'noga ishlatilishi haqiqat deb ataladi. Majaz degan nima? So'zning aslida qo'yilgan ma'noga bir qarina, aloqa sababli uning ishlatilmay boshqa bir ma'noga ishlatilishi majaz deb ataladi. Endi bu shu majaz ikki xil bo'ladi. Biri majaz aqliy, ya'ni biri majaz lug'aviy bo'ladi. Majaz aqliy deganimiz
Sözniki bizning paylığı nisbat verilmey. Başka asligi musnad ilayhiga. Söz musnad ilayhiga nisbat verilmey. Başka narsaga nisbat verilish. Ya fail ya mubtada degandek musnad ilayhi gibi nisbat verilmey. Başka narsaga nisbat verilishini deb ataladi. İsnad mecazi aqli deb ataladi. Mecaz aqli. Endi mecaz lugaviy degan şu mesela en beter Rabiul Baqla degandek av. Mecaz lugaviy deganimiz tilda bor. Tilda yani biz tushundik mecaz lugaviy ki tushundirishi nima? Yani sözning aslida qo'yilgan ma'niga bir sabablik ishlatilmay boshqa bir ma'niga ishlatilishi degan gap. Mushu mecaz lugaviy bo'ldi. Ama bu mecaz lugaviy ikkiga bo'linadi. Mushu sözniki aslidagi ma'nidan başka yeni bir ikinci bir ma'niga ko'chirib ishlatilishi uchun cho'qim bu ikkisini o'rtasida bir aloqa bo'lishi kerak. Aloqa vositasi. Mushu aloqa eng mashhur aloqaning 25 aloqa var. Bunu oldingi darsimizda biz Durusul Balag'ada maktabimizda 8 aloqani so'zlagan to'qinishdi. Biri sebebiyye, musebbebiyye 2, lazimiyye, melzumiyye 2, 4, kulliye, cüz'iyye 6, halliye, mahalliye 8. Bu 8 size bitkenildi. Lakin 25 aloqa var. Başka alimler 60 kapağı var aloqani. Xo'sh, en meşhur 25 hamdi. En kısası nima? 8. En muda. Köp iş uçaydigini. Endi mushu aloqalarning bir aloqasi bo'lish kerak. Ya'ni so'zning asli ma'nosi bilan ikkinchi ko'chma ma'nosi o'rtasida aloqa. Ya'ni mushu yerga yetkaziladi endi. Asli ma'nodan ikkinchi ma'noga ya sebep neticelik tufaylidan almışıdı. Ya ki parça bütünlük sebepini almışıdı. Ya ki joy ve joyda joyga tushgan narsa sabablik almışıdı. Ya ki lazım melzumluk jihatdan almışıdı. Bizga almashtirilib ishlatiladi. Endi mushu aloqalarning ichidan bir aloqa kelib qolib qolsa, tashbihdan boshqa aloqa bo'lib qolib qolsa, buni hammasi majaz mursal deb ataladi. Ammo shu so'zning birinchi ma'nosi, ikkinchi ma'nosining o'rtasida bo'lgan aloqa o'xshash aloqa bo'lib qolsa, mushabaha. Aloqatul mushabaha bo'lib qolsa, bu istiara deb ataladi. Xo'sh, endi istiaraga o'tib ketaylik. Balog'at filosofining istiarasiga. Istiara degan nima? İstiara degan xuddi biz bir tashbihni ko'z oldimizga keltiramiz. Tashbih. Ra'aytu masalan Zaydun kal asadi. Zaydun kal asadi degan so'zimizda Zaydun kal asadi fi shaja'a degan so'zimizda tashbih komil so'zlangan hamma rukunlari. Ya'ni mushabbah bih, adat tashbih va shabah hammasi. Zaydun mushabbah. كاف أداة تشبيه الأسد مشبه به في الشجاعة وجه الشبه mana mushu alayda so'zlandi. Endi biz mush tashbihning biroz saviyasini yuqori ko'tarish uchun masalan shajaani hazf qilsak biroz ko'tariladi. Zaydun kal asadi desak. Bunidan yuqori ko'tarish uchun Zaydun asadun deb qo'ysak bu tashbih baligh bo'ladi. Eng yuqori pallasi. Tashbihning eng yuqori pallasi. Zaydun asad. Endi yani uni yuqori o'ylab ketgan chaqda bu nima deb atalmaydi? Tashbih deb atalmaydi. Endi hozir ikkisi eng yuqori bo'lganda tashbihda ikki rukun nasb qilina oladi. Nima bilan? Adat tashbih va shabah. Endi eng yuqori bo'lganda shu faqat mushabbah bi qoladi. Ammo istiaraga o'ylaganda-chu, u chaqda istiaraga o'ylaganda u yo'q, tashbih belgilama. Va shabah bilan adat tashbih yo'q endi u yo'q. Nima qoladi? Ya mushabbah qoladi ya mushabbah bi qoladi. Endi agar mushabbah bi so'zlanib mushabbah hazf qilinsa bunda ataladi istiara tasrihiyya deb ataladi. Anladın? Agar mushabbah so'zlanib mushabbah bi hazf qilinsa bu istiara bil kinoya deb ataladi. Ma jihatdan nima deb ataladigan? İstiara tasrihiyya, istiara bil kinoya deb ikkiga bo'linadi ekan. İstiara bil kinayani istiara makniyami deb qo'yadi. İstiara tasrihiyani istiara musarrahami deb qo'yadi. Endi qachon bu istiaraga endi masalan mushabbah
ba'zida mushabbah bi so'zlanadi. Ha, mushabbah bi yoki mushabbahga dalolat qilgan lozimisi bilan so'zlanish kerak. So'zlansa bu chaqda isti'ora tahyiliya bo'ladi. Agar amda mushabbah biga mushabbah yoki mushabbah biga muloyim munosib bo'lgan sifatlar texmi bak ziyoda sifat bayon qilinsa, bunda o'tiladi isti'ora tarshihiyya deb ataladi. Isti'ora tarshihiyya deb ataladi. Endi buni tushungan bo'ldik. Endi misol, oddiy bir misol berayman. Masalan, Zaydun kal asadi fi shaja'a degan tashbih oldu. Zaydun asadun degan tashbih oldu. Bu so'zni biz isti'oraga aylantirib boqaylik. Isti'oraga. Masalan, ra'aytu Zaydan yaz'aruna. Ra'aytu asadan yarmi. Ra'aytu asadan yarmi desem, ben o'q otayotgan bir shuni ko'rdim desem, ma'luma isti'ora tasrihiyya bo'ladi. Demiş qabilada asli bir nimaga o'xshatgan bo'ldim? Buni Asad Zaydni men Asadga o'xshatgan bo'ldim. O'q otayotgan bir shuni ko'rdim desem, ha. Endi mishadagi asadan nima? Mushabbah bihi aslan. Ve yerdeki mahzub Zayd. Onun kendinden yarmi degan nima mishadagi lazım. Lazimisi. Ma isti'araning lazimisi bo'ladi. Ma tahyiliya deb ataladi yana. Endi buningga tamam. Bu shuni o'zgartsam endi. Ra'aytu Zaydan yaz'aru. Ra'aytu Zaydan yaz'aru desem, bu yerda men shirdak mıda hökürüvatkan. Shirdak hökürüvatkan degan gap, shuni o'rkash deymiz endi biz. Hökürüvatkan Zaydni ko'rdim degan bo'ladi. Ma'noda bo'ladi o isti'ara bil kinoya. Ra'aytu Zaydan yaz'aru. Endi buni mushaddik yaz'aru isti'ara tahyiliya. Yaz'ar lazimisi isti'ara. Buni yine bir taraqqiy qildirmoqchi bo'lsam, nima deyman? Taraqqiy qildiribman. Ra'aytu Zaydan yaz'aru munshiban azfarahu. Ra'aytu Zaydan yaz'aru munshiban azfarahu desem, men shu shirdak hökürüvatkan ve pencerelerini şu düşmek urvatkan, sançık urvatkan Zaydni ko'rdim desem, bu isti'ara bil kinaya tahyiliya tarshihiyya. En yuqori pallasi bo'ladi. İsti'ara mı da Türkçe bölümleri. Mesela nemede meşhur bir namba bir şiir var. Bu şiir bozkasa bu şiirde isti'ara bil kinaya tahyiliye terşihiye hemmesi bayan kılıngan. Bu şiir bozsa ve izel meniyyetu enşebet azfaraha elfeyte kulle temimetin lem tenfa'i. Ve izel meniyyetu enşebet azfaraha elfeyte kulle temimetin lem tenfa'u. Bu şununda qaraydigan bo'lsa mesela ma'nosi ve izel meniyyetu degan qachonki ulam enşebet azfaraha o'ziniki tirnoqlarini nimaga uga sanjisa elfeyte kulle temimetin ha qanday bir vositniki sen manfaat bermaydiganligini sen shu chaqda tapsan, rizq qilasan degan she'r. Ashada qaydigan bo'lsak va idal maniyatu degan nima? Ya'ni ulam degan gap. Mishadiki ulamni so'zlab yerda nimani yod qilmoqchi musannaf shoir ulamni so'zlab yirtqich hayvon, sabu, muftaristin birini yod qilmoqchi. Mana isti'araning eng yuqori pallasida bu. Hozir bu o'xshat mushabbah bishga o'xshatyapti hozir. Mushabbah buyuni o'rniga. Nimani? Mushabbahni mushabbah buyuni o'rniga tushiryapti. Asli qoidada mushabbah bi mushabbahning o'rniga tushiriladi. Biz shuni aytib o'qishib turamiz, ha? Lekin ma texmi yuqorilab ketib, mushabbahni mushabbah buyuni o'rniga o'xshatgan gap qatlanib ketdi ma'noda. Isti'ara qatlanib ketdi. Hasilab ko'payib ketdi. Ya'ni ulamni bu odam nimaga o'xshatgan? Bir yirtqich hayvonga o'xshatgan. Buni nima ataladi? Mesela bu mishadiki sab'ning o'rniga yani mushabbahni zikr qilmay, mushabbahni tashlab, mushabbah bihni zikr qilish nima ataladi? Isti'ara bil kinaya deb ataladi, ha? Tamam. Endi uni keyin anshabat azfarha degan lozimni zikr qilish uchun
Bu istiara tahyiliyenin misali. Lazım işte zikir kılış. Endi enşebet al-faradaki enşebet ne? Zikir kılış çoğu. Bu telşih yani misali. Mulaim. Yani mulaim. Aşı müşebbeh benim mulaimini. Müşebbeh bir mulaim kıldığın dersini. Tekimi yukarı sürekli tesavvüleş içinde batılıdı. Telşihiye de batılıdı. Bu bir şiirde küçük isim misali bayan kalalım. Anladın. Bugünkü dersimizin mezmunu bu emas. Lekin ben endi sözlep koydum nima qilish uchun? Chunki bu usul fiqh o'qimoqchi odam cho'q nima o'qish kerak? Balog'at o'qish kerak. Balog'at cho'q o'qish kerak. Endi lekin balog'at o'qigandan keyin ham to'liq taliblarniki kallasida istiara deb kelganda nima elishib ketish yuz beradi. Endi istiara degandan keyin ham xolos nima degan tushundik endi. Balog'at istiara mushamiz so'zlab bo'lgan. Lekin ma usul fiqhdagi istiara bu emas. Ya'ni majaz. Baş noktanın çıkıyoruz hem mecaz da düşünecek bunu. Lekin endi balagatta mecaz desek alaka kanca 25 tane alaka var dedik mi? Bu nemede usul fıkhıda alakanı başkaça karaydı bula. 25 alaka da karmayın. Bula illa ma'lul sebep el mahad hüküm. İlla vel hüküm sebebül mehad ve hükümde bunun iki alakı var. Şu nimizki karab alakı güçlük, aciz de bir şey bulunur. Alakı eğer güçlük olsa, yani illa ma'lul alakası olsa, yani sözünün esli manası bilen. İkinci ma'nı oturursak alaka illa ma'lul olsa, bunun her iki taraftan istiareli caiz. Yani anı sözler beni irade kılış, beni sözler anı irade kılış caiz. Huddi. Mesela kelimeti şira, seteveliş diyen gap bilen milik, ilgi buluş diyen mesela. Seteveliş diyen gap illet, illa. Milik, ilgi buluş çoğu ma'lul, yani hüküm. Binaseden setev alsa ilgi olur. Koy onu azat kılıversin, koy azat kılmasın, nime kızgısın? Setev aldığıma ilgi olurdu. Setev ağlı bulduğun dersin, setev ağlı ki bu ilgi bulurdu. Demek illetle ma'lul diyen bizi acımaydı. Böyle ilişkilik. Tek madde düşündüsem, mesela üzük, kulağımda üzük. Kulağımın üzükünü saldın. Kulağımda medetişim nime? İlla. Üzükünün kulağım bilen bildiğim medetişim nime? Ma'lul. İlletlen ma'lul ağırmaydı biz. Alakası pek kuşlu. Kulağımda medetişim illet, üzükünün medetişim nime? Ma'lul. Anladın? Bu bir. Mesela ayırpılan basmanı uçmadığım bazen. Qo'ng'adan nima so'rab maqadigan, tutun so'rab maqadigan. Arplandagi o'yda ming'ishli illat bo'lsa, qo'ng'adan so'rab maqadigan tutun ma'lum. Ya'ni ojimaydi bizi. Lekin sabab shu deganda sabab degan vosita endi. Maqsadga elib boradigan bir vosita bu. Sabab ba'zida ayrilib qoladi. Sabab nimadan? Musabbabdan ba'zida ayrilib qoladi. Demak, ana shuni qarab turib, Eğer istiarede mecazda, yani usul fıkıhdaki mecazda, yani sözünün esli manasından ikinci manadaki olan münasebet, alaka, vasıta, illet, ma'lul vasıtası olsa, bunun her ikisini yani anı sözle beni irade kılış mümkün, beni sözle anı irade kılış mümkün. Ama bu illet anda kuşluk olmayı, anda kavi olmayı alaka, bu ittisal alaka anda kuşluk olmayı, sebep, netice, alakası bulup kapkasa, bu çağda ne buldu o? Sebepni sözlep neticeni irade kılış mümkün. Lekin neticeni sözlep sebepni irade kılış mümkün emas. Mesela bunun da talak ve azat kılış diyen. Talak bilen tahlil, azat kılış meselesi. Endi azat kılış diyen gap bu sebep. Talakçı o musebbep. Mesela bir adam bir kuldun birine birisi direktin birine bir adam sonra azat kıldım dese bununki milki rakaberini işi etken buludu. Bunun ergişi bununki milkil mutasimini muhabbet ediyordu billah azatlap gidiyordu, billah çıkıp gidiyordu. Endi bir adam dedi ki harartuki degen bolsa harartuki degen gapdan talak kıldım degen gapni irade kıla alaydı o. Ama bir adam dedi ki talak tuki dese talak tuki diyen gapdan
harartigi degan gapni yod qilolmaydi. Tushundingmi? Mana sabab musabbab bilan illat ma'lumniki o'tirishga farq. Ha, usul fiqhdan mujihatdan keldi. Aloqa, ikki aloqa bor faqat. Bu ikki aloqadan. Qachon aloqa so'zniki haqiqat bilan majazdan o'tirishga aloqa nima bo'lib qolsa, illat ma'lum bo'lib qolsa, bu yerda ikki tarafdan birsi-birsiga iroda qilish mumkin bo'ladi. Buni nima deymiz? Umumul isti'ara, umumul majaz deb atalaymiz. Qachon bu maqsad sabab natija bo'lib qolsa, bu chog'da faqat bir tarafdan, ya'ni yuqori tarafni past tushalaydi. Aslini farqga isti'ora qila olamiz, lekin farqni aslga isti'ora qila olmaymiz. Bugungi darsdagi asosiy maqsadi mushu. Intayin inchka masala. Qolgani mushu yerga misol bilan nima qiladi? Uchuqlanadi. Musannif rahimahulloh deydiki, faslun fi ta'rifi tariqil isti'ara. Bu isti'ara yo'lini tunishtirish, ta'riflash haqida. Ya'lam annal isti'arata, shuni bilginki, isti'ara fi ahkamish shar'. Shariatning ahkomlaridagi isti'ara muttaridatun bi tariqayn. Ya'ni o'zluksiz davomlashish ikki yo'l bilan o'zluksiz davomlashib keluvchidir. Muttarida degan gap, ya'ni yudavim degan gap, mudavim. Davomlashib ittarada degan gap tataba. Ya'ni bir narsa daryoning suvi oqsa, o'zluksiz uzilmay oqqanni ittarada deydi arabchada. İttiradal kalam deydi, söz bir ravishda maqsad, uzilib qolmay, ondan bir xil tek şey aytilsa söz, bu shunday deydi, ittirada deydi, ittirada. Endi me'adin deydi muttaridatun degan gap, ya'ni bir tariqayn, ikki yo'l bilan uzluksiz davomlashib keluvchidir. Ya'ni uzilib qolmadi, davomliq bo'lmi tartib shunday keraklik. Istiara, shariatning ahkomidagi istiara davomli ikki yo'l bilan bo'ladi, ya'ni usul fiqh islohida. Ahaduhuma, bu ikkisining biri, bu ikki yo'lning biri li vujudil ittisali baynal illati vel hukm. Endi bu yerda illat hukmdan debimiz haqiqat majaz. So'zning haqiqat so'zning birinchi ma'nosi, asli ma'nosi. Majaz shu so'zning ikkinchi ma'nosi. Endi so'zning birinchi ma'nosi bilan ikkinchi ma'nosi o'tirishdiki aloqa bo'lish kerak dedik biz, işte aloqa bo'lish kerak majazlash uchun. O'sha aloqani adı ittisal. Balog'at ilmida deymiz aloqa deymiz. Mana usul fiqh bilimida islohida ittisal deymiz. Ulunish degan gap, ya'ni aloqa. Ha, illat bilan hukmni o'tirishdiki bo'lgan aloqa bo'lganlik uchun nima isti'ora qilinadi? Ya, birinchi illat bilan hukmni o'tirishdiki aloqa bo'lganlik uchun nima qilinadi? Isti'ora qilinadi. Va sani ikkinchi yo'l li vujudil ittisali bayna sababil mahd vel hukm. Gang sabab bilan hukmni o'tirishdiki bo'lgan aloqa bo'lganlik uchun nima isti'ora qilinadi. Endi ya'ni shariat islohida demak bo'lgan shariat ahkomida degan, ya'ni usul fiqhida isti'ora degan qanday narsa desa, faqat ikki aloqa bor. İki aloqa. 25 aloqa emas. Lekin bu ikki aloqaning ichiga 25 aloqa kirib ketadi, ha? Bu ikki aloqa bunda boshqa jihatdan qaraymiz, ya'ni e'tibor, haysiyat jihatdan, ya'ni. Biri illat bilan hukmni o'tirishdiki bo'lgan. Ya'ni birinchi so'zning birinchi asli ma'nosi illat, ikkinchi ma'nosi nima? Hukm. Bu shu ikkisini o'tirishning bor aloqa bor. Bu aloqa nima aloqasi? Birisi illat, birisi ma'lul. İllat ma'lul bo'lgan aloqa. Shu sababdan illatni so'zlab ma'lulni iroda qilamiz, ma'lulni so'zlab ba'zida illatni iroda qilamiz. Ikkinchi xilisi li vujudil ittisal bayna sababil mahad. Gang sabab. Sababil mahad degan gap nima qilib sababil mahad deydi desa? Chunki keyin deb musannif keyin deydi bizga illat nima, sabab nima degandan oxirida deydi yana. Ammo ba'zi usulda keyin oxirida so'zlab berdi. Bu sabab illat sebep ikki xil bo'ladi. Biri sababil mahd, biri sabab fiha shaibatul illa. Yoki raihatul illa. Sabab ikki xil bo'ladi. Biri gang sabab. Yine bir çoğu bununda illatniki iliştirilmesi var. İllatning farqi var sebep. Ba'zi sebep ne bo'lalaydi? Sebep ham bo'lalaydi, illat ham bo'laydigan sebep var. İllat ham bo'ladigan, sebep ham bo'ladigan. Ba'ziki sebepli gang sebep, illat bo'lmaydigan. Miyadiki demek çoğunu, yani istiaradaki ikki yo'l dedikmi? Bir gang sebep. Gang sebep bilan bir sebep musabbab, illa ma'lum. Yoki illat ve hukm, sebep ve hukm. İllat hukmdan acimaydi. İllatning farqi ida vujidal
illatu nima vujidal hukm. İza lam yujad lam yujad. İllet tepidima hüküm bor. İllet tepimiz hüküm yo'q. Sabab o'xshamaydi. Sababni ayirib qatqashi ba'zida. Sabab natijadan ba'zida ayirib qatqashi o'xshamaydi. Buna şu aşağı bağında tefsilatını alımız. Bugungi maqsadimiz shu emas. Endi xo'sh, fal avvalu amda davrandikan birinchi so'z qasoda ya'ni illat bilan hukmlar orasidagi aloqa. İllat bilan hukmning o'tirisidagi bog'lanish bo'lganligi uchun istiara qilamiz dedik. Birincisi bu ikki yo'lning birincisi yujibu sihhatal isti'arati min at-tarafayn. İkki tarafdan istiara qilishni vojib qiladi. İkki tarafdan istiara qilishniki to'g'riligini vojib qiladi. Ya'ni agar söz illat ma'lum bo'lib qolsa, ya'ni asli so'zning haqiqat ma'nosi majaz ma'nosini o'tirishdagi aloqa illat va ma'lul aloqasi bo'lib qolsa, illat ma'lul aloqasi bo'lib qolsa, buning nima bo'ladi? Illatni so'zlab ma'lulni iroda qilish mumkin, ma'lulni so'zlab illatni iroda qilish mumkin. Xuddi shira'ni so'zlab milkni iroda qilgandek, milkni so'zlab shira'ni iroda qilgandek. Bir odam ana ishtaraytu masalan men bir qul iza ishtaraytu abdan fahuwa hur degan bo'lsa, men bir qulni sotib olsam, u ozod degan bo'lsa, u gapidan men qulga ega bo'lsam, u ozod deb iroda qilishim mumkin. Majaz ma'nosida. Bir odam men iza malaktu abdan fahuwa hur degan bo'lsa, men qulga ega bo'lsam, ozod degan bo'lsa, uniki majaziy ma'nosida men qulni sotib olsam, u ozod deb iroda qilish ham mumkin. Bu tafsilotni keyin so'zlaymiz. Demak, ikki tarafdan istiara qilib bo'ladi. Va thani ikkinchi aloqa al-ittisal bayna as-sabab va al-hukm. Sabab bilan hukmni o'tirishga bo'lgan aloqa, ulanish. Endi ikkinchisi tamam ikki aloqa bor ekan. Istiara so'zni istiara qilish uchun ikki aloqaning sababini istiara qilamiz dedik, shunaqmi? Endi ikkinchi istiaraniki hukmi birinchi istiaraga o'xshamaydi. İkinci istiarada bas ikincisi yujibu sihhataha min ahad tarafayn. Yani sebepler hükümlü arasındaki bu alaka istiaraniki iki tarafının birinden istiara kılışının duruşluğunu vacip olur. Anladın? Bu kaysi ise ve huve istiaratu el-asli lil-fara. Yani iki tarafın birinden istiara kılışının duruşluğu yani fara üçün aslını istiara ediş. Fara üçün aslını istiara ediş. Lakin aksi la yecuz. Yani istiratul fara lil asl la yecuz. Anladın? Asl üçün fara'ni istiara ediş caiz olmaydı. Lakin fara üçün aslını istiara ediş caiz. Anladın? Çünkü manası al alaka nima ad'af. Birincisi illa ma'lul alaka nima aqwa. Aqwa olduğu gibi şu olduğu anında caiz. Hocam bunu biz misal bilen düşünürüz. Misalul evvel. Birincisinin misali yani illatlan hükümlü oturuşki bo'lgan ulanish aloqaning misali. Fima iza qal. Yani bunda meselede bir adam bunda desa in malaktu abdan fahuwa hur. Men agar bir qul ozodlab qolsa, endi bu hozir so'zlaydigani haqiqat so'zning haqiqat ma'nosi. Madem misal deganmiz haqiqat ma'nosi. Keyin majaz ma'nosini so'zlaydi, hozir haqiqatni tushunamiz hozir. Bir adam in malaktu abdan fahuwa hurun desa, agar men qulga ega bo'lib qolsam, osh men ega bo'lgan qul nima hur ozod to'g'ri desa, endi buni ko'kimi nima desa, fa malaka nisfal abd. Bu odam degan odam agar bir qulning yarmiga ega bo'lsa, fa ba'ahu, u qulni sotsa, thumma malaka nisfal akhar, andikin u qulning yana yarmiga ega bo'lsa, lam ya'tiq. Bu qul ozod bo'lmaydi. Nima uchun ozod bo'lmaydi desa, lem yectemi' fi mulkihi kulul abd, çünkü onun fi milkihi, onun iqtidarçılığında qulning hammasi jam bo'lmadi. Qul ozod bo'lish uchun uni dedi, men qul ega bo'lsam dedi. Qul ega bo'lsam degan gap, ya'ni men shu qulning hammasi ega bo'lsam degan gap. Qulning hammasi ega bo'lsam degan gap. Bu qulning hammasi ega bo'lmadi. Birinchi yarmiga ega bo'ldi, uni sotib etdi. Uni keyin ikkinchi yarmiga ega bo'ldi. Ondan u ikkinchi yarmiga ozod bo'lmaydi, birinchi yarmiga ozod bo'lmaydi. Birinchi yarmiga ozod bo'lmaydi, uni sotib etdi. İkinci yerim azat olmaymış ha, bu bütün onun mülkü götmedi. Bütün okul onun mülkü götmedi. Bu sözün hakikat manası. Eğer
Şu melek degan so'zdan bu odam şu melek degan haqiqiy ma'nosini maudi alah bo'lgan ma'nosini rad qilsa hukm shu. Ya'ni bu qul ozod bo'lmaydi. Yani dikkat qilish kerak a. So'zning haqiqat ma'nosi degan gapga dikkat qilamiz. Unga majaz ma'nosi kelganda ilish ketmaydi boshqada. Ha, velav qala amdi agar bu odam degan bo'lsa, in ishtaraytu abdan fa huwa hurrun. Agar men bir qulni sotib olsam, u men sotib olgan qul ozod desa, fashtara nisfal abd. Bu odam qulning yarmini, shu qulning yarmini sotib olsa, fa ba'ahu andiki u yarmini sotib olsa, thumma ishtara nisfal akhar. Andiki yana qolgan yarmini sotib olsa u qulniki, mancha hukm qanday bo'lsa, attaqan nisfu thani. Qulning ikkinchi yarmi ozod bo'lib ketadi. Endi nimishqa birinchi yarmi ozod bo'lmaydi? Nimishqa birinchi yarmi ozod bo'lmaydi desa, chunki odam nima dedi? Men bir qulni sotib olsam dedi. Bir qulni sotib olsam degan gap, bir qulni kamil sotib olsam degan gap. Bir qulni yarmini sotib olsam demadi. Qulni sotib olsam degandiki, qulni kamil sotib olsam degan gap chiqadi. Shuning uchun birinchi yarmini sotib olganda bo'lmaydi, qol ozod bo'lmaydi. Endi ikkinchi yarmini ozod qil, ikkinchi yarmini sotib olganda-chi, nima ozod bo'ladi bunda desa, chunki bu sotib oldi-da. İkinci yarmini sotib olganda sotib bo'lgan bo'ldi. Bu 5 ta nima demadi, men igi olsam demadi. Meni igiligimga kamil bir qul o'tsa demadi, sotib olsam dedi. Kamil bir qulni sotib olsam ozod degandikin, bir qulni sotib bo'lganda igidashligidan boshqa ozod bo'ldi. Buni igidashligida faqat qulni yarmi bor, shu ozod. Endi mal mishakchi bo'lgan masalada so'zniki haqiqat ma'nosi. Ishkinisi ishtarami o'zidagi haqiqat ma'nosi ishlatilgan, milkmi o'zidagi haqiqat ma'nosi ishlatilgan. Endi gap nada? Bizdagi asosiy maqsadimiz beshadi mana. Agar bu so'zdan haqiqat ma'nosi rad qilinmay, majoziy ma'nosi rad qilinsa, endi majoziy ma'nosi rad qilinsa qanday bo'ladi? Avvalan biz nimaga qaraymiz? Aloqaga qaraymiz bu ishga o'tirish. Aloqa illa ma'lullik aloqasimi yoki sababul mahad va musabbablik, hukmlik aloqasimi? Agar illa ma'lullik aloqasi bo'lsa, u joqda ikkala tarafdan istara qilish joiz. Uni so'zlab, ani so'zlab beni rad qilish joiz, beni so'zlab ani rad qilish joiz. Masalan, walau ana bil milk, agar bu odam mishadagi bil milk, ya'ni iza malaktu abdan fa huwa hur degan so'zdagi malaktu degan so'zdan shira sotib olishni rad qilgan bo'lsa, majaz so'zlabcha, ya'ni sotib olishni rad qilgan bo'lsa, aw bis shira yoki in ishtaraytu abdan degan so'zdagi ishtaraytu shira'atin milkni irada qilgan bo'lsa, sahhat niyatuhu bi tariqil majaz. Buning niyati majaz yo'li bilan to'g'ri bo'ladi. Ha, ikkala tarafdan illat qilish joiz bo'ladi. Nima ish qilsa? Li'anna shira'a, chunki shira sotib olish degan illatul milk, igi bo'lishning illatidir. Val milku hukmu, igi bo'lish degan hukmi degan sotib olishning hukmidir. Bir odam sotib olsa, bir narsadan bir odam bir narsaga nima uchun ega bo'ladi? Sotib olganlik uchun ega bo'ladi. Ha, endi ega bo'lish hukm. Sotib olish illat. Buni bildik. Fa'ammatil isti'aratu baynal illati vel ma'lul. Andagan kim yerdiki istiara umumlashudu. İllat bilan ma'lulni o'tirishida istiara umumlashudu degan gap, har ikki tarafni istiara qilish joiz. Shira'ni so'zlab milkni irada qilish joiz, milkni so'zlab shira'ni irada qilish joiz. Min tarafin. İlla ennehu amdi miyadi bir itiraz, cümle itirazı var. Bu fikirde sözlüğünde mi? İlla ennehu, lakinnehu diyeyim, bırak fîmâ yekûnu tehfîfen fî hakkihi la yusaddak fî hakkil qada. Khaseten li ma'na tuhmeti. La li ademi sihatil isti'ara. Emdi, bu şu gapni degan adamniki haqqida, bu şu gapni degan adamning haqqida tahfif bo'lib qolsa, bu şu vaqa tahfif yani, bu şu haqqida, bu şunun haqqiga yanbasatgan, bu şunun foydasi var shular qolgan joqda qada jihatdan buni tasdiqlanmaydi, gapiga tasdiqlanmaydi. Xosatan, umuman emas, xosatan. Demiş qali ma'na tuhmati. Ya tuhmatning ma'nosi bu yerda. La li adami sihatil isti'ara. Isti'araning durust bo'lmaganligi uchun emas. Balki tuhmatning ma'nosi bu yerda. Buni degan gap. Yomon ichki masala bu. Ya'ni asli qoidada bir odam agar men bir qulni igi bo'lsam desa,
O kulun yerime iyi olap, onu kendinden ısıtıp etip, onu kendi yeni yerime iyi olap, onu yerime iyi olsa bu kul azat lem yatik dedik. Azat olmaydı dedik. Çünkü bunun iktidarı kadar bütün kamilce ulaşmadı dedik. Şartı şu, eğer bu kulu ısıtıp alsam diyen olsa, o kuldaki yerime ısıtıp ölüp, onu ısıtıp alsa, onu kendi yeni kalan yerime ısıtıp ölüp, ısıtıp algan ama azatlıp gitti. Çünkü kamil ısıtıp algan oldu dedik hakikat manasında. Endi maşını mecaz manasında kavakta bir ko'rinishda bu adam için bo'ladi o tahfif bo'ladi. Yana bir ko'rinishda shunday bir şekilde tasqil bo'ladi. Agar bu odamniki haqida tasqil bo'ladigan suratda qozi ishonadi, uni gapi tasdiqlanadi. Agar bu odamniki haqida tahfif bo'ladigan suratda qozi bunga gapiga ishonmaydi. Qanday bo'lsa tahfif bo'ladi, qanday tasqil bo'ladi. Agar bu odam mesela birinchi suratda nima dedik? Azat bo'lmaydi dedik. Demak bu odam haqidan bo'ldi ekan, tahfif bo'ladi ekan. İkinci suratda azat bo'ladi dedik, tasqil bo'ladi ekan. Endi majaz iroda qilinganda aksi bo'ladi buning. Bu odam nima deydi? İştaraydi deb so'zlaydi. Azat bo'lmaydi. Nima? Lekin bu ishtaraydi bilan malakni iroda qilgan bo'lsa, azotlab ketadi. İshtaraydi agar men bir qulni nima? Malak. Aksi debdimi? Bir malakdir. Malakdir. Men bu qulni ega olsam, azat degan bo'lsa, u qulni setib olib, ega olib, setib o'tib, yeni bino ega olib, yerim ega olib, setib o'tgan bo'lsa azat olmaydi dedik. Lekin bu men malak degan gapni setib olsam degan iroda qilgan desa, bu tasdiqlanadi, bu joiz bo'ladi. Chunki bu odamlar tasqil, bu eg'ilitish bu. Quli azotlab kelsa, uni xuddi chiqib ketadi-da u. Lekin endi bu odamda asli bu nima debdi degish og'izda degan nima debdi u? İştaraytu debdi deganda. In ishtaraytu abdan fa huwa hur debdi deganda. Men bu qulni setib olsam azat debdi. Uniki endi qulni yerimini setib olib, uni setib o'tibdi. Uniki endi qolgan yerimini setib olib, setib olgan bo'lsa, bu qul nima bo'lishi kerak? Yerim azotlab ketish kerakmaydi. Nima? Lekin bu odam nima debdi? Yo'q, men bundan ishtaraytu degan gapimdan malaktu degan gapimni iroda qildim. Kamil igdosligim kelsa degan gapni iroda qildim. Bu qul meni igdosligim kelmadi desa buni tasdiqlanmaydi. Demişqa, bu yerda bu o'ziga bu foyda olsun deb devagan ehtimol qolmaydi. Chunki ma'qul hozir aniki niyati bo'yicha bo'lganda nima bo'ladi? İshtaraytu degan gapni haqiqat ma'nosi bo'yicha bitilganda qul ozotlab ketadi. Lekin men majoz niyatini ko'zlab men bundan niyat qilgan deb tuyasa, qul ozod bo'lmaydi. Shuning uchun qozini tasdiqlash jihatda, hukm chiqarish jihatda aniga majoz ma'niga unamaymiz. Bu chaqda unamaymiz, so'zning haqiqat ma'nosiga amal qilinadi. Majat. Ya'ni demak bu hukm jihatki, bu masaladan sizlar xato tushunolmanglar demoqchi. Aslida ikki yarg'iz joiz. Buni so'zlab buni so'zlab ikki deb o'xshash. Ammo bunun joiz ikinci şekilde joiz bo'lmaslik sababi faqatlam shar'iy jihatdan buni tuhmatdan ketadi. Ya'ni tuhmat nima? Yana bu bakın azotlab ketgan ma'qulim deb, bu azotlab ketmasin deb, ammo unda iroda qilgan, shira degan gapdan mulkni iroda qilgan deb turgan bo'lish ehtimolli qiladi deb, shuning uchun nima qilinadi? Tasdiqlanmaydi gap. Va ikkinchi masala ama shunday bo'lsa. Hocam ve misalu thani, ikinci misali. İkinci misal kaside yani el-istiara beyne sebep ve hüküm. Yani sebep bilen hükümle oturuştaki alaka. El-ittisal. Sebep bilen hüküm. Sebep-ül mehad bilen hükümle oturuştaki bu alaka. Bunun misali. İza kâle zevcu li-imrati, iza kâle li-imrati bir er uzun ayağlığımda dese, ben dikkate imratiyle oldu, hatınağa. Dedik ki uzun ayağlığımda dese harrartuki. Ben seni azat kıldım dese ve neva bihi talaqa, bu azat kıldım diyen gap bilen talaqni niyet kılsa yasih, durust bulur. Nima uchun durust bo'ladi? Ammo biz so'zni majoz mazmun boshladi. Ma birinchisida haqiqat bilan so'zlab bo'lib keyin majoz so'zlagan. Mana bu vosita nimadan majoz o'tib ketdi. Chunki agar haqiqat bilan qilsa, tabiiy azot bo'ladi. Azot qilamiz, o'zining oyog'iga harar tuki deb haqiqat ma'nosi olsa hech bo'lmaydi. Bu oyog'i azot bo'ladi, azot qilmasa bo'ladi. Lekin bundan ya'ni harar tuki deb qo'yib, bundan nimani iroda qilsa, taloqni iroda qilsa, bu durust bo'ladi. Nima uchun durust bo'ladi? Desa, لأن التحرير çünkü لأن التحرير بحقيقته
yujibu zavala milkil bid'a. Yani ozod qilib o'tish degan gap shu gapninki haqiqatiga qaraydigan, haqiqat ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, yani buniki asli qo'yilgan asli ma'nosi nima qildi? Yujibu zavala milkil bid'a. Ya'ni bid'a sharafga ega bo'lishning zoil bo'lishini vojib qildi. Anladın. Biz işirip degan gap shu oyatning avvalida farji. Bid'a sharaf deb ataladi. Demaydi mut'ani qilmoqchi. Ya'ni haqiqat ma'nosida asli tahrirga nima qo'yilgan? Tahrir degan so'z haqiqatda asli qo'yilgan nima qo'yilgan desa, ya'ni bir quldan manfaatlanishniki haromligini, ya'ni manfaatlanish yo'qaydi. Bir qulni ozod qildim degan gap, ya'ni buniki raqabasini men ozod qilyaptim. Bu qulning gadindan qulluqni eleyaptim. Endi bundan men foydalanmayman degan gap. Asli ma'nosi. Haqiqat ma'nosi qaralgan. Endi bu shu bir quldagi gadindan milki raqobat zoil bo'lgandan keyin tabiiy unga erishib u qulning mutasim bilan zoilab ketadi. U quldagi parjisdan manfaatini bilan yo'qolib ketadi. Shunday deydi, yujibu zavala milkil bid'i bi vasitati zavala milkil raqaba. Ya'ni gadanga ega bo'lishning zoil bo'lish vositasi bilan bu ishlar degan farjiga ega bo'lishning zoil bo'lishini vojib qiladi. Shuni haqiqat ma'nosiga qarab tahrir degan so'zni haqiqat ma'nosiga qarab shunda qarab buni bilalaymiz. Fakana sababan mahdan. Unda olgandan keyin bu gang sabab bo'ladi. Fakana sababan mahdan. Orada bir vasıtalab qaldimi? İllet bilan ma'lumning farqida vasita yo'q. İlletlar hukmi o'rtasida bir vasita. Men bu qulni sotib oldim, ilgilarsiz o'tdi. O'rtada bir vasita yo'q. Lekin sababchi, sabab bilan hukm o'tirsa vasita bor. Bu shu inchikmasini tushunish kerak. Masalan, men quduqqa og'amchi tashlab, og'amchi bilan chelakdan suvni olsam, shu og'amchi nima bo'ldi? Sabab. Og'amcha sabab. Mening suvni tatib elishim nima? Illat. Mening suvni tatib olsam suv chiqadi. Ma'lum suvning chiqishi. Men suvni tatishim illat. Lekin og'amchi cho'chkisini og'amchi sabab. Balkim men sabab bo'lmasimi? Olishim mumkin balkim. Endi demak sabab degan qanday ekan? Hukm bilan illatni o'tirishdiki nima? Bir vasita. Sabab degan gap nima? Bir vasita. Misha diqqat qaraydigan bo'lsak, setib olish bilan yig'ilishlik o'tirishda nima yo'q? Bir vasita yo'q. Ya'ni bir shuncha bir shaxs yo'q ishni ulab turadigan. Lekin meyadiki mavu tahrir bilan taloqni o'tirishda bir vasita bor. Bir vasita ulish ketmaydi bular. Qanday ulundu? Avval ozod qildim degan gap degan asli bir qulniki qulluq gadinning qulluqni elvatdim degan gap bo'ladi. Gadinning qulluqni elvatdim degan gapdan nima vojib bo'ladi, nima gap chiqadi desa, buniki farjidan men bilsam, agar dedak bo'lsa, buni men manfaatlanmayman degan gap chiqadi. U gap chiqqandan keyin demak o'rtada bir vosita kelib qoldi. Bu shu vosita kelganlik uchun bunda vatanda sabab mahd bo'ldi. Illat bo'lmadi. Fakana sababan mahdan. Sabab gan sabab bo'ldi. Nimishqa li zawali milkil mit'ati. Mushu qulni tahrir ozod qilish, bu yerda qulni ozod qilish amma gan sabab bo'lganligi uchun fajaza ay yusta'ara an at-talaq alladhi huwa muzilun li milkil mit'ati. Amma sabab gan sabab bo'lgandan keyin tahrir taloq uchun sabab bo'ldi bu yerda. Tahrir taloq nima edi? Hukm. Tahrir nima? Sabab. Endi misol tahrir taloq uchun gang sabab bo'ldi. Gang sabab bo'lgandan keyin, sabab bo'lgandan keyin fajaza ay yusta'ara an at-talaq. Buni misol tahrir degan harartuki degan lafzni an at-talaq alladhi huwa muzilun li milkil mit'a. Ya'ni mut'a manfaatlanishning igidorchiligini zoil qilib o'tadigan, yo'q qilib o'tadigan taloqning o'rnida oriyatga elinishi joiz bo'ldi. Joiz bo'ldi. Xo'sh, endi bir irod, buni e'tirozdan birisi kelsa, shu e'tirozga javob beradi. Va la yuqal, bunda deyilmaydi.
لو جعل مجازا اگر لو جعل التحرير yani bu tahrir agar talaqning o'rnida majaz qilinsa talaqning o'rnida majaz qilinsa la vajaba an yakuna talaqul waqi'u bihi haroratiga degan so'z bilan tushgan taloqniki nima bo'lishi taloq raj'iy bo'lishi vojib bo'ladi. Taloq raj'iy bo'lishi vojib bo'ladi. Ke salih taloq degan uchiq salih taloqqa o'xshash. Chunki taloq degan salih taloq bo'lsa, anti taloq degan bo'lsa, buni nima tushadi? Taloq raj'iy tushadi. Lekin taloq bayin qanday yachaq tushadi? Taloq kinoya bo'lib qolsa. Uğrup anvajhi desa masalan, güzel yetadigan desa, bir ayol kishi ayolga uğrubi anvajhi desa, ya uydan ketgan desa, idhabi ila baytiki desa, bundan taloqni iroda qilgan bo'lsa, bundan taloq tushadi. Kinoya deb ataladi. Kinoya bo'ladi. Bundan taloq iroda qilgan bo'lsa, bayin taloq tushadi. Bayin taloq. Endi meyada biz siz nima dedingiz? Taloqdan haroratiga degan so'z taloqdan majoz bo'ladi dedingiz. Unda olganda haroratiga degan gap bilan tushgan taloq nima bo'lishi kerak? Talaq raj'iy tushishi kerak. Talaq boyligin sizlarga hukmida talaq boy tushdi dalil qo'sila. Desa, buningga beradigan javob li anna naqul chunki biz bundaq deymiz. Sizlar da demaysizlar. Yo'q biz chunki bunda deymiz. La naj'aluhu majazan anit talaq. Biz mutlaq talaq salihdan majaz qildik demedik. Talaqdan majaz qildik demedik. Ya'ni biz tahrirni talaqning o'rnida majaz qildik demedik. Uni istara oldik demedik. Balki yani at-talaqul lezi huve muzilun li milkil mutaati dedik. Abishta. Yani menfaatiniz igilikini yo'q qilib o'tadigan taloq dedik. Menfaatiniz igilikini yo'q qilib o'tadigan taloq dedik. Va zalika fil ba'in. Yani erning ayolidan menfaatini o'tas yo'q qilib o'tadigan. Toki nikoh o'qimoqcha er kishi ayoldan menfaatlanmaydigan taloq qanday taloq? Bayin taloq. Chunki izir raj'i la yuzilu milkal mutaati indana. Chunki raj'i taloq degan bizning mazhabimizda menfaatlanish igilikini yo'q qilmaydi. Chunki bu yerda ayolni raj'i taloq qilgan bo'lsa, ayolga obdan bir qarab, shavatlan qarab qo'ysimi nikoh asiga yenib qoladi. Ayolni suyab qo'ysimi nikoh asiga yenib qoladi. Ammo taloq bayin bo'lsa chuqur nikoh o'qish kerak. Taloq bayinda to'ylar nikohni bilib qo'yib, andin nikoh o'qilgan kerak. Farqi shu. Agar bayin taloq ikki xil bo'ldi. Bir baynuna kubra, baynuna sug'ra. Baynuna kubra bo'lgan chog'da bilak ag tegish kerak. 3 taloqlab ketsa bilak ag tegish bo'ladi. Ammo baynuna sug'ra bo'lsa, üzülüp gidiyor. Ayol kishi eridan olaqsiz üzülüp gidiyor. Ayol kishi bilak agi iddat chiqqanmiz bilak agini tegalaydi. Ammo aslida bilan bulashmoqchi bo'lsa, chuqur to'yloq nikohni nima qilish kerak? Bilak o'qish kerak. Ha. Bunda olgandan keyin ikkisi o'xshamaydi. Walau qala li amatihi amda agar xo'jayin o'zining dedikiga mundaq desa, "Tallaqtuki" seni men taloq qildim desa, "Va nawabihi at-tahrira la yasih." Bu gap bilan buni ozod qilib o'tishni niyat qilgan bo'lsa, durust bo'lmaydi. Nima ish qilsa, "Li'anna al-asla" chunki bu yerda asl sabab. Sababul mahd asl. Jaza an yathbuta bihi al-far'. Asl bilan far' sabit bo'lishi joiz. Ya'ni sabab mahz bilan hukm sabit bo'lishi joiz. Va amma al-far'. Ammo ya'ni far' bilan asl sabit bo'lishi joiz emas. Yani hüküm bilen nima sebep nima bo'lishi sabit bo'lishi joiz emas. Fala yajuzu an yathbuta bihi al-asl. Yani farq bilan asl sabit bo'lishi joiz emas. Yani beshi deb bo'lgan. Chunki bu aloqa qaviy emas. İlla ma'lul aloqasidek sabab musabbab aloqasi unda nima emas, kuchlik emas. Orada bir vasita bor. Vasita bo'lgandan keyin bu anda ikki tarafdan iroda qilinmaydi. Ve ala hada ama düşündüğüm mesela yani mesela bir adam ayalığa harartı dese bir adam fotoğrafını mesela azat kılıp ettim dese azat kılıp ettim diyen gapten talak kıdım diyen gapten irade kılıştım ha mümkün caiz. Ama bir hucayin dedikiga mesela talak kıldım dese talak kıldım diyen gapten azat kıldım diyen gapten irade kılış caiz emez. Çünkü bu işin ortasında ittisal alaka sebep musebbep. Sebep netice alakası. Sebep netice alakası da sebepni sözlep neticeni irade kılış mümkün, lakin neticeni sözlep sebepni irade kılış mümkün emas. Ve ala hada şu kaidege asasen bundaq deymiz. Bu kaide qasa chuqum her bir kaideni bilib olsak da hozir nima qoida chiqdi? Yani istiarat sebep lil hukm sahiha degan qoida. Yani sebepni
hukm uchun istiara ilish nima? To'g'ri, durust. Bil'aks, hukmni sabab uchun istiara ilish la yajuz degan mush qoida. Mushu qoidaga asosan nima deymiz? Yan'aqidun nikahu bi lafzil hibati wat tamlik wal bay'. Shu usul fiqhni bilgan odam pishiq bilsa, fiqhni hukmini chiqarib o'zi chiqara oladi. Mushu qoidaga asosan isti'arat sabab lil hukm sahiha degan qoidaga asosan nikoh, hiba, tamlik, bay' siyg'alari bilan, lafzlar bilan nikoh chekilaveradi. Unda keyin hiba degan nima? Sabab. Tamlik degan nima? Sabab. Bay' degan nima? Sabab. Sabab hammasi. Amma sabab bo'lgandan keyin unda nikoh degan nima? Hukm. Bu odamlar hiba degan so'zni eshitibmi, nikohni iroda qilsa bo'ladi. Tamlik degan so'zni eshitibmi, masalan, ayol kishi hibtuki nafsi desa eriga nikoh chekiladi. Yani mallaktu nafsi laka desa yine nikoh chekiladi. Bi'atu nafsi laka desa yine nikoh chekiladi. Demak, bu hammasi sabab. Sabab bo'ldimi? Chunki ba'zi bir vasimi manfaat uni igdorchilik o'tgan bo'ladi. Manfaatinish foydasi bor. Mulk pasimi manfaatinish foydasi bor. Setvasimi manfaatinish foydasi bor. Biz ayalida sebep, hamma sebep bo'ladi. Bu sebeplar bilan hukm, nikoh degan hukm, nikohni iroda qilishimiz mumkin. Lekin mana aksi mumkin emas yana. Bu qoida bo'yicha. Nikahtu deb uydim meni, ma uyni sizga nikohlab berdim desa, bundan sizga setib berdim deb iroda qilishimiz majaz bo'lmaydi. لأن الهبة بحقيقتها chunki hiba degan hibaning haqiqati bilan hibaning haqiqati degan gap yana asli mavdi ala asli ma'nosi degan gap ha. Hibaning asli ma'nosi nima? Hiba o'zining asli ma'nosidan tujibu milkar raqabati. Ya'ni uniki gadinga ozod ega bo'lishni vojib qiladi. Va milkur raqaba gadinga ega bo'lish, gadin degan gap ya'ni qulluq degan gap hamda. Sot qiladigan, og'udigan narsaga bo'lish degan gap inson bo'lsa. Va gadanga ega bo'lish yujibu milkal mut'a. Degan fil ima dedaklarda manfaatni ega bo'lishni vojib qiladi. فكانت الهبة أنظر هبة سببا محضا لثبوت ملك المتعة يعني من بعد نشكى يقبل شنو قن سبب بلده فجاز أن يستعار عن النكاح النكاح مغنغ آلية استعارة قلنا شيء جائز بلده خوش وكذلك وشنو ذاك يعني هبة النكاح إرادة قلنا جائز بغنا ذاك شنو ذاك لفظ التمليك والبيع تملك ملك بريش İge setveteş degan lafzlarmi shunday iroda qilinsa bo'ladi. Vala yan'akis. Ammo aksi bo'lmaydi. Hatta la yan'aqidu al-bay'u. Ya'ni bunda deganimiz aksi bo'lmaydi deganimiz la yan'aqidu al-bay'u wal hiba. Ya'ni setesh va hiba mutbilish degan ishlar bilafzin nikoh lafzi bilan chigilmaydi. Chigilmaydi. ثم في كل ما مسألة كذا زي أم ينشكي أم كذا ومسألة بس ينشكي ثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز لا يحتاج فيه إلى النية. عندي كده مثلا بالبودمز ما ده بالبودم بوصل يني بيجا بام يادها هر بالموزع يعني محل متعين شارك محل ورون majazdan bo'lgan bir turlik majazga tayin topgan ya'ning hammasida la yuhtaju fihi ila niyya. Uni niyatga muhtoj bo'linmaydi. Niyatga muhtoj bo'linmaydi. Endi men bir so'zni qildim. Masalan, bir so'zni qildim. Va ayolimga masalan harratuki dedim. Xudo yaxshisin degan gapimdan sizni taloq qildim degan gapni iroda qilishim mumkin. Va yoki sizni men endi Rusya izni bilyaptim. Uyingizga qachon mendan so'may, basini aslini azod qilatmay gaptin. Ota-onangizga mendan so'may basini bo'lib yurdi deb bergan bo'lishi mumkin. Bu yerda taloq degan gap tayin topmaydi, majaz ma'noda bak bo'sh qolib qolmaydi. Ma'noning ehtimoli bor, ma'noning ehtimoli bor. Bunda yerda nimaga shart niyatga qaraymiz. Bunda niyat chuqum, o'z niyatiga qaraymiz. Niyatida taloqni niyat qilgan bo'lsa taloq yoki izni niyat qilgan bo'lsa izn. Hamda ba'zi yerlar bor. Ba'zi yerlarda faqatla nimaga ehtimol bor. Faqat majaz ma'nosi dedikmi? Faqat bir ma'no bor, tayin, muayyan.
Başka ma'niga ihtimoli yo'q. Anda yerde uni nima qarmaymiz? Niyatga qarmaymiz. Qanday masalan desa, mana 3-sharh qaraylik, 3-sharhga. Bu shunda nima deydi? Endi masalan, buning misoli malaktulaki degan bo'lsa, bir xo'ja bir odam yat ayolning bininga. Men sizga ega bo'ldim degan bo'lsa, bundan biz faqatla azat ayol ham, yat ayol. Nimani iroda qila olamiz? Ya haqiqiy ma'nosini iroda qilaylik desak, u azat. Azatga ega bo'lolmaydi. Ya'ni azatni sotib ololmaydi bugun pulga. Buni faqatla bir yo'li bor. Uni yurishning o'g'asi nima? Nikoh. Bunda yerda buni niyatiga qarab o'tirmaymiz. Malak to'laki degan bo'lsa, buningda faqatla nikohdan boshqa yo'l, nikohdan boshqa narsani iroda qilishga yo'l yo'q. Unda o'g'aniga bundan niyatiga qarab, niyatimiz nimaga qo'yjam demaymiz. Ama beştikidek meselelerde yani başka ihtimalın bor meselelerde çoğu niyetiga qaraladi. Ama intihar inchki mesele. La yuqal, endi bunda deyilmaydi. La yuqalu ve lemma kana imkanul haqiqati şartan li sihhatil majaz indahuma kayfa yusaru ila al majaz fi surati nikah bi lafzil hibati ma'a anna tamlik al hurrati bil bay' wal hibati muhal. Endi yeni bir itirazga cevap veriyordu. Yeni bir itiraz. Bunda deyilmeydi o. وَلَمَّا كَانَ اِمْكَانُ الْحَقِيقَةِ şarttan lisihhatil mecaz. İki sahibeynin göz karışıda İmam Ebu Yusuf bilen İmam Muhammed Rahimullah göz karışıda mecazның durus to'g'ri bo'lishi uchun chuqur bu amaliyotga uyg'un bo'lish kerak. İmkanul haqiqa degan gap, buni haqiqatini bir tasavvur qilish mumkin bo'lishi kerak. Mushu shartdir dedi. Oldingi darsimizda İmam Azam bilan ikkolan nimada ixtiloflashib qoldi. Mecaz hakikaten onun halep buludu dedi. Şimdi ama halep buludu. Lakin İmam Köz karşıda lafızda halep buludu dedi. Yani Arap tili de doğru olsa halas buldu. Onun manasına qaramaymiz dedi. Lakin iki sahibi ne dedi? Ya hükümde, manide. Yani demek ki onu bu ameliyatga uygun bozuldu. Manisi doğruçusu buludu. Dep İmam Azam Üzünün çoğu kudum bina qahada ibni deb qo'ysa, üzünün çoğu adam bo'lsa, buni ozod qilish, irod qilish mumkin majaz bilan. Desa, ikki sahibimiz ya, üzünü hech cho'ng'isi bo'lmaydi. Qanday odam üzünü cho'ng odam haqiqat ma'nosi mumkin emas buni. Cho'ng odamning uni bola bo'lishi mumkin emas, haqiqat ma'nosi mumkin bo'lmaganda majaz ma'nosi mumkin bo'lmaydi dedi. Endi sizlarniki yuqori so'zlagan hukminglar, hukminglar, bu ikki imomlarning mazhabi bo'yicha to'g'ri bo'lmay qoladi. Ular nima dedi? Yani mecazını doğru buluş için çok bununki ameliyatı biz hakikatini asli ma'nosini tasavvur qilsak to'g'ri bo'lsa, mumkin bo'lsa shu chaqda ikkinchi mecaz ma'nosini to'g'ri bo'ladi dedi. Kayfa yusaru endi ikki imomning mazhabi, Imom Azamning emas. Ikki imomning mazhabi bo'yicha kayfa yusaru ila al-majaz fi surati nikah, ama nikah suratida qanday mecazga qaytiriladi bu bilabsil hibati, hibe lafzi bilan. Masalan, bir ayol o'zini Yibti nefsilek, özümüzki mutkibiyetim diyen bolsa, mutkibiyetim diyen bolsa, azat ayardım birisi. Ma'a enne temlikel hurreti bil bey' vel hibe, özümüzki sattım diyen bolsa, azat ayar diyenin bir gün mutkibiyet kolamaydı. Azat diyenin sat kolamaydı. Ha, muhal. Azatını sette yaşayaki mutbiliyet mümkün bulmasa, muhal, mümkün emez tutsa. Hem de bunu kandak, yani bunu hakikatini biz tasavvur kılamaydı kan tutsa. Bunu ikki imomning mazhabi bo'yicha qandoqmi majaz qilib qila olasizlar? Majaz qandoqmi buni qila olasizlar? Hamla qila olasizlar? Desa, lianna buning javobimiz bor. Chunki biz bunda deymiz. Zalika mumkinun fil jumla. Mumkinun fil jumla degan gap, ya'ni bizda imkonun fil jumla degan gap, ya'ni aqlan mumkin degan gap. Mumkin fil jumla degan aqlan mumkin. Yani bir sıfatın amme diyen umuman kılıp etkanı mümkün yani. Köp uçumuzu mu adetli mümkün mu olmaz mı yani? Köp uçumuzu mu? Yani akıldan bile oylayacak mümkün mesela. Kanda mümkün dese bir en irteddet mesela şu azat ayal murtad olsun dinleyene varsa ve lahikat bir daireli harip onun kendinden kafirin oylusu daireli haripke kaçıp kuşlar bir şey kesse thumme subiyet andikin bu daireli haripten bu ayal kayıt esirge elinsa uçakta bu kul gaylandı. Kul gaylangandikin bunu satalaydı, uzun kılaydı. Mümkün yani. Akıllı oysa aklan mümkün işi. Yani adeten mümkün emez olqab qalsa bu aklan nima mümkün. Ha şu mümkün fil cümle degan şey. Ve sara hada
Endi bu hada naziru messis sema ve akavati. Yani osmonni silash ve akavati onun bitqalarının misali o'xshab qoladi. Onun bitqalar qolsa mesela katta yarani fil hava mesela. Havada uçuş ve kalbil haceri zahaben mesela. Taşni altınga o'lish masalalarga o'xshab qoladi. Bu qanday masala desa, bir adam ben osmonni tutmasam osmonni tutma deb qasam berdim. Ben osmonni tutma billahi lazim deb qasam ichibdi. Bir adam ben osmonni uchirtma deb qasam ichibdi. Bir adam ben toshni oltinga o'rtma deb qasam ichibdi. Bunda qasam ichgan bo'lsa, bu qasam hukmi nima desa bu qasam kafar tutdi. Nimishqa? Hem o'ylash kerak. Bir adam nima qilishi mumkinmi? Osmonni tutishi mumkinmi? Mumkin emas. Hep havada uchish mumkinmi? Mumkin emas. Toshni oltinga o'rish mumkinmi? Mumkin emas. Hammasi nimada mumkin emas? Odatdan. Odatda mumkin emas. Lekin aqlan mumkin. Aqlan osmonni tutish mumkin. Havada uchish mumkin. Hozir aeroplanda uchyapti adam hozir. Bu zamonda endi o'ylab ketgan men. Oltinni toshga qo'yish mumkin. Aqlan. Masalan, qanday qilib desa Alloh taolo uni bir karomat berib, masalan, avliyolar qaz masalan. Dikkide karomat bir xalq odat bilan, ya'ni odatni tish bitib, toshlar oltinga aylanib qolishi mumkin. Osmonga o'lab osmonni tutib qolish mumkin. Havoda uchib qolish mumkin karomat bilan. Demak, biz shu mumkinlikni ko'zda tutib nima deymiz? Qasmingizni kaffarat bilan deymiz. Ammo masalama xuddi shu masalaga o'xshaydi. Shuning bilan yiptuki degan gapdan biz uni mumkin emasini qildi demaymiz. Ya'ni aqlan o'ylasak tasavvur qila olamiz yana. Bunda agar iymon yana qolib qolsa, uning keyinidan kafir o'ylash qichib bitib qolsa, musulmonlar urush qilib berib, asir qolib qolsa, dikide nima qilgan bo'ladi? Yana setiladigan, mudbiradigan narsa aylangan bo'ladi. Shuni qarab turib biz qiyos qila olamiz yana. Mumkin emas narsaga qiyos qilmagan bo'lmaymiz. İmam Azam'ın mazhabi bo'yicha bitganda biz ummahu mumkin fil jumlaga ehtiyojimiz qolmaydi. Bu ishga saymaydi dedim qolganini qilib bo'lmaydi. Shariatning men bir fuqaho degan bu shuna. Bugungi darsimiz o'shada oxirlashdi va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala va sallama ala xayri sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar